Assalamu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun ozroq o'rtoqlashaylik. Hozirgi siyosiy vaziyat, xalqaro siyosiy vaziyatning nihoyatda jiddiy bir holatga o'tib qolganligi, Xitoyga qarshi bir maydonga o'tib qolganligi hammadamga ma'lum. Agarda xabar ko'rishga, mayli qaysi tilda bo'lsa, xabar ko'rishga qiziqadiganlar uchun aytgan chog'da, hozirgi dunyo vaziyati Xitoyga markazlashganligi 100% aniqlashdi. Anadaki Xitoyning chet eldagi jasuslarga bo'lgan harakatlarni, jasuslarni tutish, jasuslarni tizimlash har bir davlatning boshlandi. Bir uzunga qolmagan bir vaqtlarda jiq ishlar o'tirib chiqadiganligimi ishinaman. Bir oylar ilgari yoki bir yarim oylar ilgari meni birsi izlagandi. Izlab Xitoyning chet elda turishliq saqchixonlariga oid bir isbot, dalilga doir narsalar bo'lsa, bir jurnalist bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz, deb bir jurnalistning ismini aytgandi. Men hech qanday inkas bildirmadim. Chunki men hukumat bilan hamkorlashiman. Men o'zim bir Norvegiyada turib, başka devletninki o jurnalistleri bilen alaqalashishimning hojati yo'q. Onun ustiga ba'zan jurnalistlarning arxa ko'rinishini bekli obdan bilamiz. Shuning uchun men hukumat bilan alaqalashaman. Shunga o'sha qadar inkas bildirmadim. Anadekin bu yaqindan beri Xitoyninki konsuli, Fransiyada turish konsuli Lu Shaye degan onu işek o'xshitib ishakninki bitirishiga har xil eg'inishga o'xshitib salbiy mundaq tahlillarni jiq bo'lyotdi. Shuninki Xi Jinpingga vakolatdan so'zlashi deb turib dedi. Amaliyot Jumhur Xalq Jumhuriyatiga vakolatdan so'zlayotdi. Uni shaxsiy so'zlash u bu deb turib o'ltirib yo'q chiqarish uchun har xil o'yinlar o'ynaldi. Anadakin Amerikada tutilgan Tongshan Xuyninkilar. Onunki sebebidan başını cimiktirip işten bombagandek bulupmu bu casuslar tutulsa Xitayning quturab ketirgani aniq. Bulupmu Tongshan Xuylarning ichida Fujianbang degani alayda bir boy bir bangpaylar. O jiq Xitayninki boshliqlari bilan munosabatlik bir bangpay, bir qo'shin deyarlik, chet eldagi qo'shin deyarlik yala. Şunanın tutuluşu Xitayninki jasuslarninki mayli boshqa har qanday davlatda faqat fursat kelmaganligi uchunlar ba'zan narsalar o'tirib chiqmagani bilan shunday bo'lishi Xitoyni titirtib, anadikin vatanning sirtidagilarga uni anadikin chandurmay o'ltirib ba'zan bir artistlarning sesiqchiligi, uning bilan bu ajrashgan bu Tayvanninki bir Shushi Yuanda bir artist var, shuning bilan Beijinglik birisininki Wang Xiaofei deganninki ajrashishni o'tirg'a tashladi, jidal qilib. Tayvanning vaziyati bir mundaroq bo'lganda, ana dunyo vaziyati mundaroq bo'lganda, ashundaq jidalda o'tirg'a tashlanadi. Anadikin Meng Wanzhou'ninki ötküz beriş Kanadadan, Xitoyga ötküz berish ishlari bo'lgan chaqdimi, voyay, u tanarkatchining sesiqchiligi, bu artistninki sesiqchiligi ashlar o'tirg'a tashlandi. Sababsiz chiqmaydi bunday narsalar. Bo'libmi yaqindan beri Amerikaga ko'plab turkumlab Xitoyninki ko'chmanlarning kirishi, Meksika tarafdan, anadagi yana boshqa yerlardan kelayotgan turkumlab Xitoylarning kelishini uni bir tasodifiylik demadi. Xalqaro tadqiqotchilar, siyosatchilarninki yozmalari, anadagi ifodalari jiq narsalarni o'tirg'a tashlab Bu jarayonda har xil jidallar o'tirg'a chiqish kerak. Xitoyning jidallarinkini masalan bir deb berib baqay. Bir mezgil xogochilik, Chongqingninki xogosi moda bo'lib ketdi. O vatandimi degan bakchi xogoxonlar ichilib ketdi. Voy Uyg'urlarmi degan bas donqan sho'rpisi shuni oshxona ichish moda bo'lib ketdi xogoxona. Andakin chet eldimi shu? Chet eldagi xogoxonlarga chet elliklar kirmaydi. Xitoylar kiradi. Anaki Uyg'ur tilliklarmi Xitoyning oshxonalarida cho'shqiymisakli bo'ldi-ku deb o'tirib kiraverdi ekan. Undaq
işler bekçik. Anadaki ma yakından beri zibo, Shandong'un zibo deganiki nima kavapçılığı to'satdan u bir moda bo'lib ketdi. Endi bu chet elga Xogoxondan boshqa endi Shokoxona ochildigan bo'ldi degan narsalar o'tirib chiqyapti. Bunda narsalar mushu siyosiy vaziyatda sal bir təvirnişlər bo'lganda, o'zgarishlar bo'lgan chaqda, xoin munofiqlarni tutish bo'lganda Yaponiyada nihoyat og'ir mushtaq Xitoyninki josuslarni tutish, Amerikada rasmiy endi uni burunlarda diplomatiya usuli bilan, Yevropalarning diplomatiya usuli bilan sen diqqat qilishmo deb turib Xitoyning konsullari bilan ko'rishib ba'zi ishlarni jimiqtirib atgani bilan hozir uni nima shaklda bu sotlash, tutuş, adliya prinsipi bo'yicha menib, adliya yo'li bilan menayotgan Amerika bo'ldi. Anandikin jasuslarga nisbatan, Xitoy jasuslariga, anandikin Koreya bo'ldi, Yaponiyada bo'ldi, anandikin Gollandiyada bo'lyotdi. Anandikin boshqa davlatlarga o'xshash. Mushta shaklda bo'layotgan zanjirsimon bir harakatni besib turish uchun har xil jidallar, har xil sesiqchiliklar o'tirg'i chiqildi. Anadikin may yaqindan beri Xitoyninki voyay uchrab turgan chaqda jidallashib ketgan bir ana bola shikaylarniki shunda o'tirg'i chiqib o hammadam shunila xuddi bir uchrab talashish boshqa Xitoyninki ash birla ana bolada bo'lgandek ashini o'tirg'i chiqib tashlayotdi. Anadikin zanjirlangan Xitoy ayol deganniki o'tirg'i ashindaq chiqqandi. Anadikin mushu Amerikada vishinlarda Amerikaning pala yerda haqsiz narsa taqitildi deb turib shunda degan amman ashtataylar degan to'plashib o'ltirib ashi nima deydi yog'diki Washingtonda deyganda bunda qilish orqali Amerikaning mal siyosatidan foydalanib turib paravallik erishsa anadagi oyada haqsiz narsa taqitildi deganda Amerikada turib, Amerikanınki vatandaşlığı algan Xitoylar Washingtonda Amerikani mandaq nim qilamiz, mandaq qo'yamiz, mandaq qilamiz deb o'ltirib, ash narsalarni taqdir ekan. Chunki til bilmaydi-da, qochib, yana birim qilib jon boqqan Xitoylarning jiqlari Washingtonga bog'liqlik, Doyingga bog'liqlik bo'lgandan keyin bunda narsalarni ashu orqali hozir endi Doyingni nim qilish kerak, cheklash kerak deb, masalan, Norvegiyadagi hukumat o'rinlarida bundan keyin sen uyingda Doying ishlatamsan, nima ishlasang ishlat, lekin xizmat telefoningga hargiz bunda narsalar bilan appni tushirib turib ish kirmaysa deb turib bu cheklimlarni qo'yibotdi. Bu bara Xitoyga qarshi bir vaziyat shakllanganda har xil jidallar o'tirg'i chiqadi. Bo'libmi Uyg'urlarning ishida axloqsizlik bütün Uyg'urlarga mas'ul emas. Uyg'urlarning hamma ayollari axloqsiz emas, hamma erlari shafaq emas. Faqat 10 ko'z tush uchun mayli tor dunyosida oy vatandagi Uyg'urlar buzilib ketibdi, vatandagi Uyg'urlar andaq Xitoyga tegib ketibdi. Vatanning sirtidagi Xitoydagi ne jeshiyalar bor. Ular chatri yo'q. Faqat ashularni sestish, Uyg'urning ichidagilarni sestish, axloqsiz ko'z tush, o bir yerlarni echib yurgan chatalliklarning hammasi bir yerlarni echib yurmaydi. Chatallikka o'xshaymiz deb turib echib oladigan ayollar yotganda sug'urilib chiqqan, mayli u yerda bu yerda chiqarayotgan yemak ishmak ashamatlik so'rinlar chiqarilgan Uyg'ur ayollarniki u Uyg'ur ayollarning vakili emas. Qisib o'tirgan ne bor. Hammasining qo'ng ochiq, hammasining bir yeri ochiq emas. Lekin ashunda ko'z tush orqali Uyg'urlarning vakili deb ko'z tushga andan keyin musulmon Uyg'urlar musulmon millat 95% musulmon deb qarayman. Ondan keyin boshqa dinlarga e'tiqod qilamiz, u o'zining erkinligi, lekin ashuni orqali voyay vatanning ichiga hammasi adinga, bedinga ishinudi deb o'tirib ular tutildi, mundaq deb har xil o'yinlarning o'tirib chiqishi sababsiz emas. Anadaki yaqindagi bir misolni deb beray. Bir kampit vaqasi. Germaniyada birsininki kampit
yumshoq kampit setish, chash o'stirish degan kampitninki ashuninkini o'ttirga chiqiribdi. Hada deb turib, jiq do'yingdan tushirib chiq, odamlar menga jiq narsani ivatib berdi. Onadagi sizga siz mushunga bir so'zlab qo'ysangiz bo'pti. Yo'q, sababsiz so'zlamayman. Buni tekshirmay so'zlamaymiz deb jiq do'stlarimiz bu Germaniya konsuliga o'zimiz yozdik. Onadagi Germaniyadagi xonim qizlar aşı şirketke xat yazdı. Şirketin kelgen cevap olsun. O şirket yok şirket hazır. Anandikin Germaniyanınki şu ticaretçilerini başkurduğun, şirketlerini başkurduğun bunda bir ornu varken şu orundan hüccetlerini aldık. Şunun olan aşının da aşıdak yazıklık bu tekşürülüvatkan hem tekşürülüp esip koygan bir şirket 2021'den başlap hazırgacha muşundaq o bir addi bir anarkin çatelikler herkes onu bir köngül bölüp durup aladigan nimeler emas çatelge çıkırmakçı olgan bir salayetini apla şikirde işlewatgan bir kempüt o manda dep durup jex narsalarni ap böjetlerini ivatib berdi. Anarkin bu bir aşı vaqtidagi narsalar nima uchun mana 2023 o'ttirga tashlandi degan narsani ozroq o'ylab beqinglar. Har ikkisi Xitoy grajdani, avo eliqi Wang Hong eliq chashninkini sotadigan. Xitoy grajdani turib o chetaldikini bir damlachil konsul tepib oldi uni. Nima deb o'ttirga tashladi. Manda azroqlik allanglarda biza olsun bir ishligidek ya olsa, cho'qim ashini o'ylab topa olaysizlar. Nima deb o'ttirga tashladi. Fakat Uygurlarni aşı jidalga diqqatini burash, siyosetdan boshqa bir nimaga burash uchun o'ttirga tashlaydi bundaq jidallar. O'yliq yumshoq kampitninki uchi deysizlar. Hey, bu savdo sanoatni ma'mur boshqarish idorasining har yili 3-oyning 15-kuni mushunda bir tijoratchilarningki iste'molchilarning huquqini qo'g'dash, anadagi ba'zan bir saxta mallarga zarba berish deb turib undaq bir kuni bor. Şu vaqtiga to'g'irlab o'tirga tashlangan narsa. Anandagi har qanday manda do'yingda narsalarni tushirib ivatganlarning ichida yo arsa yo bu deb turib ba. Har yili 3-oyning 15-kuni iste'molchilarning huquqini qo'g'dash degan kuniga beg'ishlangan narsalar ba. Shundaq videolarni menga ivatib turjaqlar. Men dedim, bunu qarab tursanglar, u degan Xitoy hukumat dan ayrılgan holatda emas. Vatan deganda Xitoy degan shunda Uyg'urni kontrol qilgan vaqtida ochiq oshkor voy jbo qilib, voy u narsalarni, bu narsalarni yezib o'ltirga tashlab qilib ketgini vatanning sirtiga jiq uqmaydigan, jiq narsalarni o'ylamagan odamlar ashada ovoz qo'shib, jiq narsalarni yozgandan jiq narsalarga erishib ketdi Xitoy hamda. Uni diqqatni burash uchunla o'tirib qandaq odamlar tashlaydi sizlar qarab beqinglar. Agarda u o'yin bir oddiyroq bir xil shakldagi ashada nima yesang ya bir qo'tan bu ashada vatildishib olta demagan bo'lsa, u narsa allimi qachon bu refaga chiqib bo'ldi. Allimi qachon vit necha paytimidagi narsa yozdiganlar allimi qachon yezib u yerga kirib bo'ldi. Sizga bizga oshmaydi u. Şunun üçün siz manda bir o'ylab baqsangiz, bu temalar nima bilan munosabatlik, qaysi jidallarni, qaysi narsalarga Uyg'urning diqqatini chechirtish uchun, diqqatini burash uchun nimalarni o'tirib tashlandi, siyosiy jihatda nima bo'lyotdi deganlarni o'ylamayli o'ltirib, jidalga kirib degan minglab yezib tem degan qoramamsizlar, Uyg'urlar oxu ketib. Biz chet elda turibmi, vegan degan narsaninki dorilarni ap yeymiz. Masalan, yumshoq kampitlarning ichiga cho'shqininki terisidan ishlangan jelatin degan narsa qo'shiladi. Biz uni yemaymiz. Buningga qaraymiz. Ma nomerlik narsa cho'shqininkida e'langan, anadikin manasdan e'langan bizga to'g'ri kelmaydi deb turib, hayvonlarning tenidan e'langanlarniki ba'zan hayvonlarniki bo'lsa, hammasinikini qo'shib ammay ishlatmaymiz. Biz vegan deb turib, go'sht yemaydiganlar qatoridagininki ichida ishlangan narsalarga tarkibi bor dorilarni ichimiz. Agar yumshoq kampitimiz burun vatanda uqmaydiq, anadikini go'liyan tang deb turib kampitlar bo'lgan, ularning ichiga nimalar selingan, uni bilmaymiz.
Lekin chet elga chiqqandan keyin ba'zi narsalarda shunda aniq ayrimlar bor. Manda narsalarni yigilib bo'lmaydi, mundaq narsalarni bizga mos keldi deb turib. Aşı kampitlarni nima deb Xitoylar olmaydigan kampitlarni, Xitoylar ishlatmaydigan narsani nimishki vatanga sog'an chaqda necha yillab sotgan chaqda sizlar bayqamaganmi? To'satdan u mushunda bir vaqtda o'tirib chiqib qolgandan his qilmamsizlar? Agar Xitoy garajdan degan konsul, Germaniyaning konsuli izdimamdi uni. Ameliyatda biz Germaniyaning Norvegiyada turish konsuliga xat yozib, uning javobini oldik. Anadagi xonim qizlar berib, şirketini başkurduğun, Germaniyada şirketlerini başkurduğun aşiyalarga berib turib, javoblarni olib bo'ldi. Bu bir o'yinni o'tirib, o'yinni g'ajab o'ltag'icha sen o'zing ustingda azroq o'zim o'ylansam manda. Chet elga biz qo'sqimizni baqqalib chiqdikmi? Osh qilib chiqdikmi? Faqatli pulimiz yo'q chiqdikmi? Savol qo'y baq. Nima deb xalqlarningki tuqqanlar degan turkumlab Germaniya, Kanada, Amerikada tuqqanlar degan turkumlab kelyapti, turkumlab oyoq ketyapti. Nima sababdan? Xitoy degan noyda pishiq ishlatdikin. Xitoylar o'zlari davatidi. Bu yerga erkinlikni izlab kelmadi. Xitoyning o'zi chet elga erkinlikni izlab chiqmadi. Bu Xitoydagi vaqtimizdagidan sal pulni chiqaraq tapqili bo'lgan yabamu deb turib manda chiqqan xalq ideyasi o'zgargani yo'q, tilni o'rgangani yo'q. Xitoy konsuli azroq pul bersa, Weixin Chun orqali 5 kishilik Weixin Chun, 100 kishilik Weixin Chunga riyosatchilik qildi. 100 kishining ichidagisi 1000 kishilikka riyosatchilik qildi. U yerda anadagi nima ish qilsalar degan uchurlar tashlanadi deb o'ltirib Xitoyning o'zlari davatida. Chet eldagi demokratik Xitoylar emas, hech qanday bir nimaga qatnashmaydigan Xitoylar bu hargiz o'zgarmaydi Xitoy degan azaldan shunda haq deb turib biz millatimizni o'zgartirishimiz kerak deb turib so'zlayotgan ne Xitoylar bor. Aşılar Xitoyningki chet elga chiqib nima ishlarni qilgani, anarki uyiga pul ivatish jarayonida Xitoy konsulininki alayda imtiyozlarni berganligi, anandan keyin uyini shu Beijingdan qaytib kelmoqchi bo'lgan bir Xitoyni debdi. Nimada aerodromda sen shu Palayadagi Xitoy konsuliga ma xatni ag'ashga atbak jiddiy voqea san tutquz qo'ydik degandan keyin deb xo'shallik bilan voy ameliyat Amerika garajdan bo'lib bo'lgan Xitoy ekan. Ağaç kepti. Ağaç kelgandan keyin voy jon, bak yaxshi qilding. Bu sening bir qiyinchiligingni hal qilib beraylikmi desa, voy mening qiyinchiligim yo'q. Hozir shu biraz aldirashib qoldim. Uyimni jo'nshu qildiganga manda qilolmagan deb to'xtab tur, biz senga yordam beramiz deb o'ltirib, shuning bilan bir qadamdan ashuni qapqonga tushiribdi-ki. Onadiki u hozir yaqinda tekshirilishda. Degan narsalarni o'tirg'i chiqarib, tilni o'rgangan bo'lsang, aşı sen meyli qaysi davlatda tursang shu davlatda turishliq shu davlat ishi qo'llanadigan tilni o'rgangan bo'lsang, azroq olsin mehnat bilan ishlasang, bundaq bo'lmaydan qachiyib kallangni shu qachiygan petimchilik shu petim qapqaga bo'lg'ashqa vaziyatdan hech qanday xabari yo'q. Anadikin bir yerdan voy bir yaxsiz bir nima taqdi ekan, yaxsiz manda qildi ekan, dong paydo bo'lgan. Anadiki mavi hilal qo'shish, oyoq ketgan qanday qo'shish. Xitoymi shunday qiladi ekan, yaxsiz bir yer taqatdi, o'quvchilarga qartildi desa, ash degan to'pladi deb ash paydo bo'ldi ekan. O'zi odat to'xtab ketgan 60 yoshga 70 yoshga kirgan xotinlar ashaga berib o'quvchilarga taqtidigan Weixin Chundan tortib ashani oladigan gap. Uni boshqa do'konlarga o'tkazib turib sotadi ekan. Mani o'ylanglar, nima degan o'xshab ketgan ishlar bu? Shuningga agar ozroq aqlimiz bo'lsa, hozir dunyo vaziyatida qanday ishlar yuz beryotidi? Ba'zan narsalar kelgan chaqda agar tafakkuringiz bo'lsa, bizalik miya bo'lsa, mushu narsani o'ylab topa olasiz. Turkiyadami voy chekib ketibdi, voy setib ketibdi, voy andaq qilibdi, mundaq bolalar ko'chaga chiqibdi. Turkiyadagi hamma Uyg'urning bolasi ko'chaga chiqayotgani yo'q. Mehnatkash ne chiroyli bolalarni o'qitayotgan. Ne onalar dadalar bor. Uni nollik qilsak bo'lmaydi. Necha kilometr tizilib ketganlari ular maxsus shuningga xizmat qildiganlar. Bo'lmasa Turkiyadagi yerda qonda o'ngdisiga yetib turib jambaq qiloldi.
Ma Avropada üçün ma'lum bir davlatlarda o'ngdisiga yetib jon boqqanligi bilan ma Norvegiyada unda qig'ilib bo'lmaydi, ishlar deb turib qistaydi. O'zingga loyiq xizmatni topsa, mehnatsiz, oy hamma odam jedak, hamma odamning bolasi ko'chaga chiqayotgandek shundoq tashviqotlarni qilish orqali mayuslantirib, Uyg'urni salbiy ko'rsatishga tirishayotgan ne odamlar bor. U sababsiz chiqmaydi. Agar aqling yaxshili bo'lsa, to'rdagi o'ng ta'tir narsani ko'rmay, o'zingga foydali narsani tepib ko'ra olaysan. Xumar bo'lib qolganda kash o'ng ta'tir narsalarni chiqarib, o'zingning bolalaringni boshqur. Xalqning bolalari qo'ymichilikninki kelgan chaqda men aralashgandim. Qo'ymichilikninki kelgan chaqda bu bir ojizni qo'ydi deb turib aralashdim. Anadagi pulini elishmadim. Talay ishlab faqat bir ikkini to'g'ri chiqamlab, jiqlarni chiqamaymiz. Qildim. Anadagi o'zim shu orqali o'rgangin, tirishib o'ltirib, o'zingni qo'g'dashni o'rgan deb turib tirishdik. Lekin davomli qilmaymiz, qilayotgan ishlarimiz jiq bizningki. Agar aqlishing joyida bo'lsa, nima bo'layotdi? Dunyo vaziyati qanday o'zgarishyapti? Xitoy cho'qim parchalandi. Xitoy o'zlayotdi. Iqtisodiy jihatda qancha cho'kib ketayotgani Xitoyning parchalashini texmi tezlatdi. Xitoy virusi Xitoyning o'rilishi bilan parchalashi bilan oyoqlashidi. Lekin sen nima ish qila olaysan? Xuddi Tayvanliklar o'zlariga bunda deb savol qo'yibdi. Harbiy amaldorlarning yeniga verib bir tadqiqotchi aşağı verib, Amerikalik bir tadqiqotchi berib, aşağıda nutq so'zlabdi. So'zlagan chaqda harbiy amaldorlardan sizlar kimni qo'g'daysizlar? Sizlar kim bilan urushisizlar? Desa, Tayvanni qo'g'daymiz demabdi. Oniki millatimizni qo'g'daymiz debdi. Millating degan taludi jiqqu desa, jimit o'tirdi deydi. U qanchalik darajada kontrollikda bu aslida Tayvan degan Xitoyning bir parchasi emas. U qaysi millatda aslida aşağıda turgan, qandaq bo'lgan, qanchalik jiq ko'chmanlar sirtdan kirgan, Xitoymi shu ko'chmanlarning ichidagi birsi deb turib, shunda tadqiq qilayotganlar bor, so'zlayotganlar bor. Agar siz o'zingizga manfaatlanadigan yavasi jiq narsalarni izlab turib ko'rsiz, anglaysiz. Hergiz Uyg'ur qizlari, Uyg'ur xotinlari ondaq ketib, mondaq ketib, voy atrofingda qo'ngini ichib zakta qilib yurgan ne delar bor. Ashlar qarab baqa shularga gap qilib berib. Vatanning ichirikilarga qilmay. O vatanning sirtida, masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kona, bir narsalarning arxiv sandiqlarda hammasi saqlangan narsalarda o'ylab, hozir bir narsani chiqarib qo'ygan bo'lsa, voy, u degan bizning olimimizdi, u degan yozuvchimizdi, oqdi ko'kdi, u degan shu majburlangan deb turadi. Erkin dunyosi majburlangan demaysizlar hamsa. Jiq narsalarga nisbatan miyada unchalik narsa yo'q. Biz cho'nglar bolalar bilan tang mangimiz desak, jiq narsalarni ko'rishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Bo'lmasa bolalaring bilan so'zlashgidek temangmi qolmaydi. Gapingmi qo'shaqmaydi bolalarga. Shuning uchun bolalarning o'rgangan qiziqishiga qarab turib bir narsalarni o'rganib mangsa, bo'lmasa o'ltirsa shu sesib kamsitilsa bolalaring tarafidan, xalqlar tarafidan. Bir chet-elda yashab, chet-elda hammasi, chet-elliklarning hammasi bir noyt uch qamyerini ichib yutadiganlar yo'q. Daqiqalar nerede chet-elliklarning hammasi bir yerlarni ichib yutib yuridi. Vatandakilarga chet-eldagi turmushni ko'rsatamiz deb turib, maxsus JSHlarning do'yinlarniki birisini tushirib qo'ygan, Amerikadagi biriniki chiqib qopgan, zakta qilib yurgandek yurgan birlari bor ekan. Ey, cho'p-cho'ng yoshlik ayollar, hammeron chiqib degan, oy. Lekin ular bütün chet-eldagi Uyg'ur ayollarga vakillik qilmaydi. Burunlarda Xitoylar Uyg'urlarga o'xshaymiz deb turib, o'smi qo'ydi, yana birmi qildi deb turib, Xitoylar Uyg'urlarga o'xshab qishimiz, chiqirimiz, aqlimiz ko'p qilamiz deb. Hozir Uyg'urlar A'larga o'xshaymiz deb turib, g'alati oshlarga xos yasindiganlar bek chiqqan. Ularning hammasi undaq emas. Hammasi. Agar Uyg'urniki madaniyatini qo'g'dayman desang, o'zing beshit qo'g'daysan. O yalğanda yo'g'on chiqib ona til, o yo'g'on madaniyat aqlimiz, ko'p qilimiz deb o'ltirib Xitoyning quchog'ida o'ltirib, u yerga bu yerga o rasm tushish agarchi rasm tushish bilan da'vo deydigan bo'lsang-chi, qara, sen tutib olib bir yerda yig'in zalda u yerga uchrab qolganda birsini bunda qilib quchoqlab rasm tushganing bilan chaqirtib tushgan rasmlarimni vaqochi haq meni chaqirtib men bilan tushgan rasmlarni qildigan bo'lsa, o'shingdan ketsa,
Unda nesin dava deydigan bolsan oğu qara ey. Putumdimi çıkıdı ey. Eğer ahluşun joyida olsa, azroq olsun kallang bolsa, biz nesin bize olsun ögünise, oylap baksa, kallangdırki bir yerde çoşkununki minisi olmasıla, biz çoşku yapçın olgan millet emas. Anadaki oy ma degen ço, eliqi nima, xun şöke deb, arjuazga deb tur. Xitoy bilan Uyg'ur to'qisi arjuazdamda burunlarda o'risi bilan mandaqlarni perodga deydi. Oy oşun degan təşviq qıp degan oy mandaq Xitoy çoşqu yeslim bopdu andaq mandaq deb yezib atqanlar, ma çəteldikilar, aşı vətəndikilərə qaşdaq yazdı ki. Hey. Şunchiliklar. Sening madaniyating. Əməliyyatda sən əgər həqiqətən ikki qo'lingga tayinib turib, jan baqqan bolsang vətənin sirtida, əxlang bundaq bulğanmaydı. Anadaki Xitayga unchilik kontrollik bo'lib qolmaysa, ishlash eg'ir kelgandikan Xitoyning unda oson taqitidigan pullari Xitoy konsullari orqali nimaga Remingxondagi kartlaringlar, xongborlaringlar orqali taqitilgan pul oson kelgashga shuningga sizlar amalsiz shu ishlarni qilayotganlar talay. Ba'zilari uqmay anglaydi, ba'zilari deydi, shu Turkiyada WhatsAppni kontrol qilib bo'pti-ekan, xotinlar ashtigan, palaqshib ashi WhatsApp to'plarida o'tirdi, bolalari ko'chada deydi. Hammasi undaq emas. Aşı bekalıqqa künüp qalğan beka nəs taqatqa yerdə yurtğanlar şundaq. Ular hammasi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi. Agar ahluşimiz joyida bo'lsa, ozroq olsun men o'ylab baqayli, dunyo vaziyatida qanday o'zgarishlar, minut sekund ichida qanchalik o'zgarishlar bo'layotidi. Qarab beqinglar. O'zingiz biladigan tilda, qiling. Tekshirib baqsangiz chiqidi. Tayin yo'q narsalarga ardishib, o yerda bicharalarcha o'tirib ketkicha tilni. Hey, Turkiyada turib, Türk tercümanı izlep yürgününge izzat assan oldu ey bazıların ço. Bana bir tercüman izlep basınız oldu ki dep durup yazğanlar kürkiti mecbisiz ne dersem Türkiye'de kegil qancha yıl olsun 10 yıl deydi. Yaxşı oldu deymi. Şununla uykumuz bize içip milletimizge naydı arkada qalğan ko'chada muşta yürüdüğün iki qo'li maşındaqlı yürüdüğün ballarını terbiyelep emey. Özünü baqalaydigan bir avlodni tarbiyalab bersanmi, aşımı cho'ng tökpə millat uchun aytgan chaqda. U yerga bu yerga mundaq qilib turadigan bolalarni tarbiyalab bermasanglar, u degan Uyg'ur uchun cho'ng tökpə. Uyg'ur uchun boshqa ish qilolmasaqmi bo'ladi. Hech bo'lmagani ko'chaga mundaq chiqmasaqmi, salbiy obraz yaratmasaqmi, aşımı cho'ng tökpə. Eğer ahluşun joyida bo'lsa, o'ng tarafda nədiki bir narsani anglab, onun tishini, bunun usurib qo'ygani bormi, birisini xuddi ko'tingning tushki yo'qdek, boshqa odam usurib sen usamaydigandeklar, ashunday narsalarni taklif qilib o'tagandiki, rost o'zinglarni qanchalik bir bo'lib ketganinglarni bunda bir jinglab baqsanglar bilasizlar. Bugun azroq mushunchalik so'zlab qo'ydim. Boshqa temalarga sal keyinroq kirma. Anadaki vatanning sirtiga yana bir materialni unutib qaptim. Vatanning sirtiga adam chiqamaz, qandaq odamlarni vatan sirtiga chiqamaslik deb Xitoyninki hali hujjatlarning o'tirg'i tashlanishi, ashuni o'ylab beqinglar. Chet eldan mayaq kirmoqchi bo'lganlarning qandaq oilalarni Beijingga kirgizmaymiz chegaradan, qandaq oilalarni mayaqqa chiqarg'izmaymiz deganning 35 turlikning ichidagi qarab beqinglar. Qandaqlarning kiryotidi, chiqyotidi, yana ulaqib boy mundaq qilib vatanchi, yana birmichi bo'lganlarga mundaq bir qarab beqinglar. Ashuni 35 turlikning hammasini bir boshdan o'qib berman deb o'yladim, vaqtim chiqqan chaqda. Azroq olsun kalımızı işiltaylı, tefekkür kuvvetimizni azroq olsun yetildirsak ba'zan narsalarga javob topa olamiz. To'satdan nima deb chiqdi, birdam eshak go'shi halol deb eshak go'shini o'zing yesang bo'lmadimi? O'rta Osiyoda eshak go'shida qiz yasab sotganlar endi eshak go'shi halol deb turib o'tirib tashlasam, ashuni g'ajab o'ltirdi. O'ylab beqinglar, dunyoda ne islom tadqiqotchilari va olimlar va ashlarning ichida agar arabchada dinanga hürmetin bolsa Arapçını öğrensen onu okuyalaysa, mazmununu bilemezsen özünün tilanga yaqinroq ne tilla va shularni öğrensen bo'ldi. Türkning kimi ne aşı islom olimlari va ajoyib yeshib tushundirib berdi. Anglasang bo'ladi. U yerda kasıldab o'ltag'icha diningga bo'lgan bir nimangmi yo'q.
azroq bo'lsinmi-chu, agarda e'tiqodingga bo'lgan sodiqlik bo'lsinmi, o'ng tartib ishlarni anglamaysa, ko'maysa, agarda, e'tiqodga bo'lsin hurmating bo'lsa, millatingga hurmating bo'lsa, millatingning butun ishlari qarab baq, bir jeni ochiqib butun millatning jedak bir içib etkenini ko'rib bütün Uyg'ur sesib ketgandek, içib ketgandek, aş dinni aşındaq o'ng ta'tir. Nima deb aşda Uyg'urni salbiy obrazlarni yaratib qilayotganlar, nimish qilyotdi? Ominga olgan, ominda tutilib qolgan, yana bir yer shu Shangonga olgan, aşındaqlar o'ltirib to'pladi, o'ltirib Uyg'urga riyosatchilik qildi, jidal selib, jidalnikidan tapidi. Pul tapırsızlar, pul tepiş verivatsızlar, WhatsApp grupları arkalık pul tepiş verivatsızlar şu olanın yançığını tompaydı. Qeyrindaşlarım, bugünkü sözüm işe geçip olsun, özünler oylap yıkanlar, özünler üçün bize olsun menfaat olup qala dep oylayman, rahmet sizlerge.